Assalomu alaykum, hurmatli mo'jizaviy kanalimizda aziz obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar. Bugungi videoroligimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Bayroq mahallasidan bo'ladi. Hammalaringizni kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar, bayramda yaxshi kayfiyatlarda o'tkazib olinglar. Xudo xolasa bugungi videoroligimizda yana 4 ta molimizni sotdik. Mana shu Cho'jamol bozorida, Xoldambek Cho'jamol bozorida. Mana yerda turgan qizil estonimizni yonida turganlarni sotdik. 70 million 500 ming so'mga sotdik. Xudo xolasa keyingi videoroligimizda hammani xabari bor va shu partiyamda 16 ta mol baylodim, 16 ta xunajin. Ular oldilarni sotishni 2 oy oldin boshlaganman. Oxirgilarni yana 2 dona qoldi. Bularni olib qo'ydik. Yaxshi niyatda. Keyingi videoroligimizda o'sha mollar nech pulga olingan, nech pul rasxod qilindi, qancha foyda qoldi, shular haqida videorolik qilib beramiz. Bu mollar sotib o'rnlariga mollar olganmiz. Masalan, mana shu ikkala novvosimiz 3 ta xunajinni puliga keldi. Oldingi mollarimiz bunaqa yonida turgan mollardan bo'lsa 13 million 300 mingdan 21,5 milliongacha sotdim olgan mollarimni. Suyuq qo'yig'i o'shanda 16 ta molimni 7 million 600 ming so'mdan olgan edim. Buni oldingi videoroliklarimda ham aytib ketdim. Bularni hisob kitobini qilib beraman, xudo xolasa qiziqqanlar uchun. Bular sotib o'rniga mana shu hozirgi kunda bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta mol qo'shganman. Bu 5 ta mol o'sha 16 ta xunajinda boring pashti 7 tasini puliga keldi. Hozirgi kunda 2 donasi qoldi. Mana bu ikkalasi 45 millionga olingan. Qirg'iziston paroda novvoslari. Ular qanday ratsionda yeyapti, qiziqqanlarga oldingi videoroliklarimizga kirib ko'rsanglar, ko'rsatganmiz hammasini. Mana bu xunajinimiz 14 million 700 ming so'mga olingan. 600 ming so'mga, 14 million 600 ming so'mga. Bu novvoslarimiz 16 million 700 mingami, 16 million 600 mingami olinadi. O'zim ham hali to'liq hisob kitob qilganim yo'q, to'g'risi. Mollar sotib uchastkamga beton quyishni boshladim. Hozirgi kunda g'ish urgizdiryapman. Mana shunaqa qilib qurilish ishlarini olib boryapman. G'ish urgizganim yo'q, g'ishga zakaz berib qo'ydim. Xudo xolasa uni ham bir syomka qilib chiqaraman. Mana bu xunajinimni 11,5 millionga oldim. Bu novvosimiz yanvar yoki fevral oyida olinadi. Bor 13,5 millionga olinadi. Bu shvetimiz arzonroq tushgan 15 million 700 ming so'mga olindi. Buni mana shu yondagi qizil novvosga qo'yib qo'yganman. Qochib qolsa, xudo xolasa sigir qilamiz, sigir qilib sotamiz qiziqqanlarga. Xudo xolasa bularni hisob kitobini, boshqasini hammasini aniq chiqarib beraman. Hozir videoni boshida aytgandek, mana shu bunaqa mollarni mana shular 6 million 700 ming so'mdan tushdi. Endi qaranglar-da. Mana bu 11,5 ga tushdi. Bozor farqini ko'ringlar. Shuning uchun hozirgi kunda jak mol olishga qiziq bormadim, chunki siliosim ham oz qoldi. Uni ustiga yem, kunjara, kepak, hamma narsa narx qimmat. Undan ko'ra yozichi hamma yo'qni bosaman. Ularni yemishlarini bosib turib, yana avgust, sentyabr oyidan molxonani to'ldirishga harakat qilamiz. Mana shu mollardan ko'paytiramiz.
bu ikkala molimiz shu uchastkani tomini yopgani saqlab turibman. Balki bag'i yetib bo'lsa, ularni ham dasmaga qo'shilib ketadi mollarning ichiga. Shu holatda hozir boqyapmiz. Itogi hammasini keyingi videoroligimizda ko'rsatamiz. Like bosib gumbillatib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.